Bundan bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlarda bir video ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Unda endilikda tabriklash yo'nalishi va jigar so'zi patentlab olinganligi, kimdir bu yo'nalishdan yoki ushbu so'zdan foydalansa javobgarlikka tortilish haqida aytilgan. Xo'sh, haqiqatdan ham qaysidir yo'nalishni yoki qaysidir so'zni patentlab olsa bo'ladimi o'zi? Buni tartibi qanday bo'lishi kerak aslida? Bugun mana shu savollarga Adliya vazirligi mutaxassislaridan javob olamiz. Bizda o'zi patent tushunchasi o'zi faqatgina 4 ta intellektual mulk obyektiga nisbatan ishlatiladi. Bular bo'lsa ixtiro, foydalanma model, seleksiya yutug'i, sanoat namunasi obyektlariga nisbatan ishlatiladi. Lekin boshqa bir ayrim bir shaxslar tomonidan o'sha mualliflik va turli boshqa obyektlarga nisbatan ham patent tushunchasini ishlatib kelmoqda, lekin aslida qonunan aytadigan bo'lsak noto'g'ri. Chunki mualliflik va turli boshqa obyektlari davlat ro'yxatidan o'tkazilmaydi va ularni himoya qilish uchun davlat ro'yxatidan o'tkazish shart emas. Shuning uchun ham biz umumiy intellektual mulk obyektlarimizni ikki turga bo'lamiz. Bir turi bu sanoat mulk obyektlari bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi turi bu mualliflik va turli boshqa obyektlari. Sanoat mulk obyektlarini mualliflik huquq obyektlaridan asosiy farqi shundaki, sanoat mulk obyektlarida albatta ular patent yoki boshqa turdagi, misol uchun guvohnoma shaklidagi, demak, muhofaza hujjatini olishlari shart davlat ro'yxatidan o'tkazib, mualliflik va turli boshqa obyektlarda esa shart emas. Ular yaratilish fakti bilan, demak, huquqiy himoyaga ega bo'ladi. Aslida qaysidir bir yo'nalishni ham patentlab olish mumkinmi o'zi? Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan bir qiziq videorolik chiqdi. Muayyan tadbirkorimiz o'zi ma'lum yo'nalishi bo'yicha, misol o'sha tabrik yo'nalishi bo'yicha deylik, aniqroq aytadigan bo'lsak, o'sha tabrik yo'nalishi bo'yicha, demak, yo'nalishni men patentladim, demak, bu yo'nalish bo'yicha faqat men shug'ullanishim mumkin degan bir noto'g'ri tushuncha bilan, demak, murojaat bilan chiqdi. Qonunchilikka muvofiq, demak, qaysidir yo'nalishni, misol uchun siz jurnalistika yo'nalishi yoki kimdir aytaylik mahsulot ishlab chiqarish yo'nalishi mumkin, kimdir ta'lim yo'nalishi bo'lishi mumkin. Har xil yo'nalishlarda faoliyat yuritishi mumkin. Aytaylik, u o'z brendini himoya qilishi mumkin, lekin u to'liq o'sha yo'nalishni egallab olishi yoki boshqa shaxslarni aynan shu yo'nalish bilan shug'ullanishga taqiqlash bo'yicha qandaydir davlat hujjati yoki o'sha davlat tomonidan beriladigan qanaqadir muhofaza hujjati mavjud emas va bu noto'g'ri tushuncha. Adliya vazirligi mutaxassislaridan olgan ma'lumotlarimiz ko'ra bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, bizga murojaat qilsangiz, biz sizni brendingizni patentlab beramiz deyotganlarning birortasida brendni patentlash vakolati yo'q. Ular faqatgina sizga davlat ro'yxatidan o'tishda va hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beruvchi xususiy tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi. Lekin afsuski o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi bir tadbirkorlik subyektlari tomonidan noto'g'ri talqin qilinmoqda. Ya'ni qanday? Biz xohlagan so'zingizni yoki xohlagan logotipingizni ro'yxatdan o'tkazib, sizga patent yoki boshqa turdagi hujjatni olib beramiz degan noto'g'ri, demak, talqin ketyapti. Lekin bitta narsani nazarda tutishimiz kerak. Qonunchilikka asosan patentlanishi yoki bo'lmasam o'sha guvohnomaga layoqatli bo'lgan obyektni ekspertizadan o'tkazish jarayoni mavjud. Bu proses Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk markazi davlat muassasasi tomonidan amalga oshiriladi. Har bir obyektni, demak, ekspertizadan o'tkazish talablari va muddatlari mavjud. Agar o'sha talablarga javob bermaydigan bo'lsa obyekt, demak, u davlat ro'yxatidan o'tkazilmaydi va unga nisbatan muhofaza hujjati berilmaydi. Bu degani o'sha yuqoridagi shaxslar tomonidan o'sha tadbirkorlik subyekti faoliyatini amalga oshirish davomida iste'molchilarni yoki shu turdagi shaxslarga nisbatan yolg'on axborot berish yoki ularni aldov yo'li bilan qaysidir turdagi xizmatini o'tkazish kabi aytaylik masalalarni qo'yishyapti. Bunday holatda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati shundaki, har qanday obyekt ham intellektual mulk obyekti sifatida, demak, davlat ro'yxatidan o'tkazilishi mumkin emas. Bugungi kunda intellektual mulk obyektlarga bo'lgan huquq buzilishi bilan bog'liq holatlar aniqlangan hollarda Adliya vazirligi tomonidan bir nechta huquqiy ta'sir choralari qo'llanib kelinmoqda. Buni oddiy statistika qilib tushuntiradigan bo'lsak, o'tgan 9 oylik davomida joriy yilning 230 dan ortiq aynan mualliflik va turdosh huquqlariga oid murojaatlar kelib tushgan va ularga nisbatan, demak, tegishli ta'sir choralari qo'llangan. Hozirgi kunda, demak, intellektual mulk huquqi buzilishi bilan bog'liq huquqbuzarliklarda nisbatan fuqaroviy, ma'muriy va jinoiy javobgarlik turlari bor.